Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi temam yana namoyish to'g'riliq paran qilay deb chiqdim. Namoyish desa Uyg'urlarning namoyish ekan deb qamalama. Kanadadagi bo'layotgan mundaq namoyishlar jarayonida mundaq ishlar yuz berdi degan temalarda sizlarga bu amaliy xabarlardan misollarni olib ko'pchilik bilan tang baholab boqay, paran qilib boqay deb sizlar bilan yana bir qatimliq qisqa programmamda so'zlab o'tdim. Oldi bilan namoyishning foydasi bo'lamdi, bo'lmamdi degandan keyin qanchalik foydasi bo'lganligini shu Kanadadagi misollardan olib aytaylik. Qanday bo'ldi desanglar, Kanadadagi o'lib ketib qolgan bolalarning o'lib ketgan bolalarningki tarixdagi Kanadaniki tarixdagi ya'ni residential school yotoqliq maktablarda Kanadaniki shimoldagi o'rmonliklardan shu yerlik indigenous people deymizmi? Shularniki bolalarini yig'ib akab shu residential schoollarda shu Kanadaning shunday bir tarixi bo'lgan ekan, o'tgandalam 215 bolaniki qabri topildi deb hozir shu topda Saskatchewan o'lkasi, BC, British Columbia o'lkasi qatorliq hamma o'lkalardagi chiqqan chog'da hozir mingdan oshib bo'ldi bu son. Shu Kanadaniki tarixida o'lib ketgan yerlik indigenous bolalarninki cherkovdagi yotoq maktablarda o'lib ketgan bolalarninki mingdan oshib hozir shu topda Kanadada shunday cho'ng namoyishlar har qaysi shaharlarda namoyish bo'lib o'lish kundilam Manitoba o'lkasidagi sherdagi bir Victoria Queen Victoria'niki nimasini namoyishchilar o'rgatibdi. Aşındaq işlarniki aldın eliş üçün bolsunmu, çoğun aşındaq dövlət rəhbərləri aşındaq nim qıldan oxşaydı. Çoğun qararlarını çıxırıb, onun aldıdılan mən bir Kanadaniki London şəhərində bir ailə kişiləri 3-dən kelli keşik piyada yol manğılı çıxqan çağda bir 20 yaşlıq musulmanlarga öş bir balaniki truck aydab berib öldürətken bir nimisini qatnaş vaqasini Justin Trudeau Kanadaniki baş ministri oturuğa chiqib bu bir terrorist attack deb shunday so'zildi. Nima deganda nurg'ulg'an musulmonlar ko'chalarga to'kilib ketdi. Shu namoyishlar shunday ko'chalarga odamlar to'kilgan chaqda hukumat ansiraydi, qo'rqaydi. Davlat tavrab ketmasin debchu. Shunga namoyishninki muhimligi to'g'risida avval bir xabarni ko'pchilik bilan tangan bahrlay. Kanadaniki davlat bayrami bu yilgi davlat bayrami hech qanday boshqa yillardagi davlat bayramiga o'xshamaydi. Ilgari qizil ranglik kiyimlarni kiygan bo'lsa, davlat qurilganligini tabriklab 7-oyning 1-kuni Kanadaniki davlat bayramini tabriklab faoliyat qildigan hamma odam xushallik qilgan chog'da bu qitimliq davlat bayramida kishilar orange, hozir serxan kim kiyibdi? Orange cüz aplesin rengida maykalarni kiyib ko'chalarga to'kilib shundaq Kanada davlat bayramini shu bolalarniki o'lib ketgan bolalarniki xabarini bahrlab qo'yib ketdi. Mana ko'raylik. Was marked with a mix of gratitude and grief. The flag on the Peace Tower remained at half-mast in honor of residential school victims. And today, the Snowbirds dedicated their flypast to Indigenous communities. CTV's Chris Anajkate on the contemplation. Parlament binasındaki üstteki bayrak hazır mı yerim çürülgen alatda devlet bayramı kökünü kişiler nurgulagan cüzranı kim kiyip maniki gibi nanlaylı. Investigations, we need to settle the land claims. Residential school survivor Wawate Bedouin, who attended St. Mary's Residential School in Kenora, Ontario, helped lead today's march. She says she is here for the residential school students who never came home. These were children. They were young children. They're pure. I feel very sad, very happy, emotional. Those who attended say they've been listening. Oy. Şu qandaq şularninki so'rqini hozir qilishimiz kerak. Hozirgi indigenous people'larga shu land claim
shularniki ilk ta'minatlari bor-ku, shularni taslim qilib, başındaq talablarini o'tirib qo'yib, davomli yo'llarga chiqib, başındaq namoyishlar qilyotdi bular. Qani Manitoba өлkəsidəki Queen Victoria'nınki nemisini tatib çürüyütüdü-də. Namoyishchilar odatda tinch namoyishni men har qachon har zamon qo'llayman. Ammo urush chiqish, bulash, o'ldirish degandek undaq zo'rliq bo'lgan ishlar bo'lsa, to'xtama. Sharing screen. Queen Victoria status topped by protesters Manitoba Mangarelli. Was the most prominent here on the Manitoba legislative grounds, sitting front and center for all to see. Now a constant stream of people are coming to see what the statue looks like now. A crowd of about 15 used ropes to pull down the statue late on Thursday afternoon. After it happened, people took turns posing for photos, standing on top of the statue. It included many children wearing orange shirts. Winnipeg was a sea of orange shirts on Canada Day. They've come to symbolize Avu haykalni o'rgan chog'da nimani his qildinglar degan chog'da bizningki qachon o'sha vatandagi bir haykallar bor, shularni o'raydigan nisib bo'lar degan o'yladim men. Vaniki oxir qanday bo'pti desanglar, shu haykal o'rgan shu pirishkalarni shu to'kliq bir narsalar bilan urib so'qib yurib degandek qo'lg'apti. Vatanni bo'lsa bizningki maktablarda Mahmud Qashqarninki, Yusuf Qozi Hojibninki rasmdan hammasini elitib, shu o'rniga partiyaning bayrog'i, Xitoy davlatininki bayrog'i, Mao Zedongninki, Xi Jinpingninki rasmlari sinf-sinflarga chaplangan. Hozirgi buni bir shkelniki ichitilgan bizning vatandagi elitilgan haykallardan 4tasi bor. Masalan, Uyg'ur milliy tibobat Abdum Rayliq milliy tibobat doktorxonasining oldiga qo'yilgan cho'ng g'oziboy haykali u elitildi. Qashqar Opal yesidagi Mahmud Qashqarning haykali elitildi. Ashlarni o'ylab, ma'noga o'xshash nima gaplarni birdamda temam o'zgarib ketdi. Shu namoyish qilsa, shundaq cho'ng-cho'ng ishlar chiqib ketadi, qalaymaganchiliklar chiqib ketadi. Shuningga hukumat organlari qo'rqaydi, ansiraydi. Namoyishning hech qanday foydasi yo'q degandan-ki, u bekor gap. Namoyish har qanday turdagi namoyish, tinch namoyish, namoyishning har xil turlari bor. Masalan, o'zini ajarchilik qo'yib aşıq e'lon qilish namoyishi, jim turib elish namoyishi, bayroqlarni ko'ydirish namoyishi, ashlarning hammasi namoyish. Turib Kanadadagi Uyg'urlarniki faoliyatidagi namoyishlarni misol qilib so'zlagan chog'da Toronto shahridan Ottawaga piyoda yo'lga chiqqan u namoyish haqida sal turib hozir so'zlay. Ma'u Kanadadagi buni namoyishlar nima desanglar, shu o'lib ketgan yilgi 215 bolaninki va undan boshqa residential schoollardagi indigenous people'larniki o'lib ketganligi, mingdan ortiq bolaninki o'lib ketishi. Hozir Xitoy davlati Kanadaga qaytarma javob qilgan chog'da Xitoyning ichidagi o genocide yuz berdi demay, o'zining davlatidagi genocidega yaxshi bir narsa qilib, o'zinglarniki nimasini bir taraf qilinglar degandek shunday nima berdida Prime Minister nimaniki Kanadaniki bosh ministri Justin Trudeau bo'lsa, biz tarixdagi shu ishlarni shundaq ishlar bo'pti deb biz mas'uliyatni ustimizga olib shu ishlar to'g'risida biz hozir nima qilyapmiz. Lekin China hozir Xitoy davlati o'zining davlatining ichida yuz berayotgan human rights abuseslarni hatto o'zi e'tirof qilg'isimi kamaytidi, e'tirof qilmayotidi. Bu ikki davlatnikini undaq sirishtirib bo'lmaydi degandek shunday gap qildi. Bu Kanadadagi namoyishlar 50,000 First Nation, Métis, and Inuit children forced to attend Canada's residential schools. Thousands marched here to the legislature, demanding the country acknowledge its past.
When they arrived, acknowledge its past. Tarixda muşundaq işler boptu. Şunu çokum bilişimiz gerek dep. Xitoy dövleti bolsa ish nimen qilmadik. Kishilar xushal-xuram alda yashayotdi deb aytgan bo'lsa, nada u o'ziniki qilayotgan ishini e'tirof qilish degan bir narsa yo'q. the large crowd was peaceful, but a little over an hour after the statue had been pulled down, 2 police officers showed up and attempted to arrest one man. It's unclear if that person was for or against the statue being taken down. A scuffle broke out. More than a dozen police cruisers arrived. The man was Başta qilib bir odam mayda qo'l qapti, nima desa qilaymi qanchalik ish namoyish bo'lganligilar mana shunday bir ishlar bo'ldi-da. Men hozirgacha qatnashgan o namoyishlarning ichida shu vatandagi shu tinch namoyishninki oxiri urush so'qash shunday qonliq bostirish bilan oxirlashgan bo'lsa, uningdan boshqa qatnashgan namoyishlarning hammasi Uyg'urlarning namoyishlari teshitdi. Uningdan ilgari Kanadada bir anglashimcha bir 15 yil ilgari bir Kanadadagi Uyg'ur balami Ottawa shahrida namoyish qilgan chog'da Xitoy konsulxonasida namoyish qilgan chog'da Xitoy konsulininki tomdan atlab kirib bayroqni tushirayotganki Xitoy bayrog'ini. Manda qahramon bola bajim Kanadada. O necha yillar bo'lgan ishga shu chog'da shundaq tomdan atlagandikilar melqi ularniki signal chaqirib ketadi ekanda. Signal chaqirib ketsa shu bayroqni tushirib deb qochib ketganki, ashuna bir ish bo'lganki. Uningdan boshqa namoyishlarning hammasi tinch namoyish. Undaq buningda Kanadaniki Manitoba o'lkasidagi Queen Elizabeth'niki Queen Elizabeth deyman, sorry. Queen Victoria haykalini tushirib to'shindaq. Haykalini chiqib namoyish bo'ldi degan gap hammada masraydi shu bo'lib davlatniki. O'sha soqchilar ish qattiq ishlab ketadi. Qalaymi qanchalik chiqmasin deb namoyishdan qo'rqaydi. Şunlaşqa namoyishninki kuchi yo'q degan namoyish bo'lgandan keyin davlat rahbarlaridan tortib ovozga chiqadigan bo'lsa, shunlaşqa ma'lumotlarni hamda Uyg'urlarninki Kanada Toronto shahridan namoyish boshlanib 7-oyning 4-kun namoyish o'tkazildi. Uning 5-kundan boshlab piyoda minish rasmiy boshlanib, Ottawaga shuni hozir Hindistonliklarniki kanallari va boshqa cho'ng-cho'ng xabarlar kanallariga chiqibdi bu Kanadadagi Uyg'ur musulmonlar piyoda banan baharlaya bevostan baharlab tang ko'gash tang shu xabarlardiki namoyish degandanki hammaning bir foydasi bo'ladi. Yana bir xabar bor. Buni namoyishlardan keyin shu indigenouslарninki ichidan bir ayolni mani generallikqa tayinlab turmushi namoyishlar bo'lgandan keyin First Indigenous Inuit nimdabdu sanlar Inuit leader, former ambassador bo'lganga ilgari ismi Mary Simon degan bu ayol Kanadaniki next Governor General. Governor General degan gap odatda Queen Elizabeth Angliyadan Kanadaga ko'rsatib bergan nima bir xil position role nima deymiz. O'shundaqdi first indigenous women on the very important role. Kim bildi Xudoyim bo'lsa Uyg'urlarning ichidami birinchi Uyg'ur prime minister chiqdi deb keyingi avlodlarning ichidan chiqib qolsin degan paysiya. Shunaqa bo'lib qolsa. Antashab Uyg'urlarniki namoyishga keladi. Where are you? Bir muncha nimani cho'qman yana Uyghur Muslims launch 2 week long. 2 haftalik uzun piyoda yurish. Ammo shuning ichidagi nimalarini anglaylik. Talablarini degandek. Launched against China's massive human rights abuses of Uyghur Muslims by the East Turkestan Association of Canada. The walking protest Freedom March initiated from Toronto to Ottawa on 4th of July 2021, Independence Day of the United States. Organizers say the aim of this walking protest is to raise awareness about the ongoing Uyghur genocide happening in East Turkestan. For this Freedom March, I want to ask Canadian government, I want to ask for demand. The first one,
As a Canadian Parliament already recognized that Uyghur genocide. So I'm here to ask Canadian government officially recognize the Uyghur genocide. And then second one is to take action for Uyghurs. And the third point is boycott Beijing 2022 Beijing Olympics. The fourth, that support all around the world the Uyghur refugees, bring to Canada. The protesters were carrying banners saying "Freedom for East Turkestan" and "China Stop the Uyghur Genocide." The East Turkestan Association of Canada is a grassroots organization operating in major Kanada Toronto şəhərindəki Uyğurlarınki namayış ekan. 2 haftalik piyoda yürüyüş qilishni shuna boshqa cho'ng xabar kanallariga chiqarib tarqatib qilyapti. Piyoda yurmaga odatda kunda men jiq bo'lsam bir 10 kilometr minib qo'ydim degan taqdirda putlar degan og'rib ketadigan bo'lsa, Kanada bilan Ottavaniki orlig'i 4-500 kilometr. 4-500 kilometr kuniga Allah kuch quvvat bersin hammalarga kimlar qatnashdi piyoda maqdag'a. Qani Uyg'urcha ziyorat qilib bo'lsa men bir aloqalashib boqaman keyingi programmalarimda. Bugun 2-chi kunim bularniki piyoda menayotgani. Allah kuch quvvat bersin. Shuna qilib bugungi Naq maydon programmam shunchalik. Namoyishlar to'g'riliq so'zladim. Kanadadagi bo'layotgan namoyishlar şu indigenous children cherkovlardagi yotoq o'qigan shu bolalarniki jastiniki necha yuzlab tepilib Kanadaning shundoq bir sad tarixi bor ekan deganlarni o'zlari e'tirof qilib hozir shu to'g'riliq ayniqdagi bo'lgan shu ishlar qarta qonuniy bir ishlarni hozir mushtabda nim qilib hatta bir indigenous ayolni cho'ng eng yuqori darajalik bir o'ringa chiqarib tunji qatimliq general nima ismini unutib qoldim u Simonmu nim deb o'qiymiz pointed out Inuk leader Mary ismli ayol tunji indigenous ayolni shundoq bir muhim bir siyosiy o'ringa chiqibdi. Onundan başqa Kanadanınki London şəhəri ilgi bir ailə kişilərininki Pakistandan kelgankan 14 yil ilgari. Olar Pakistandan kelib Kanadaga o'rtoqlashib qilib, Kanadanınki munda tushunkilik piyoda yo'lman qilib chiqqan chog'da shundoq voqeaga uchrab qolgan chog'da bütün davlatlarninki partiyalarninki rahbarlari davlatninki rahbari o'tirg'i chiqib terrorist attack deb shundoq bir truck degan 20 yoshlik bir bolaniki qilgan ishni terrorist attack dedi. Nima deganda namoyishninki ta'siri musulmonlar ko'chalarga to'kilib namoyish qildi. Endi ma bolalarninki tepilganligi, bolalarninki jasadlari tepilib undan eshib ketgandan keyin 215 bolaninki xabarini bir saqlab qo'ygandim. O to'g'riliqmi Kanadanınki davlat bayrami kuni namoyish, Kanadanınki iqtidorliklari hammasi namoyish qilgandan keyin shu to'g'riliqmi hozir siyosiy o'rinda muhim kun tartiblarninki biri. Kanadadagi Uyg'urlarninki bayqi ko'rdinglar. 2 haftalik piyoda namoyish yurishi Toronto shahridan Ottawa shahriga 4-500 kilometr piyoda yo'l yurish. U anglasam yana bir qatim Allah kuch quvvat bersin. O yerdagi talablarini birdan aytdi. Shundoq Kanada Uyg'urlarning ustidan elib berayotgan bu ishdan genocide deb atadi. Hamda shunga bir take action, bir harakat qo'llanishi kerak. Hamda boshqa davlatlardagi Uyg'urlarni Kanadaga yerlashtirish degan bir talabimi shu talablarning ichida bor ekan. Shunga Allah razı bo'lsin, kuch quvvat bersin. Shunchalik hamsa keyingi videolarımda, keyingi programlarimda davomli ko'rishaylik. Bo'lsa shu Naq maydondan shu yo'lda piyoda menayotgan yerdan bir ziyorat qilish o'yin boqani, nim qilib boqay, aloqalashib boqay. Ati ko'rishamdiq, bugun ko'rishamdiq qatli kishilar bor. Naq maydon potvat chiqib turni. Bu Naq maydonga potvat inkaslarni yezib turni. Yaxshimisiz? Qirg'izistondagi ko'rinishimiz qodayman, yaxshimisiz? Qo'ldamsa xo'sh. Allohga omonat.